1,5 ming dollar psixologga to'lab chiqib, eshitgan narsalarimni sizlarga bepulga bo'lishmoqchiman. Birinchisi, hayotda qancha ekonom qilishingizdan qat'iy nazar, baribir hayotingizni urvini tushiradi va kamroq pul topib turasiz. Ikkinchisi, nima xayol qilsangiz Xudo beradi, qachonki berarmikin degan savol paydo bo'lmasa. Buni Usmon roziyallohu anhu ham tasdiqlaganlar. Alloh xayol qildirmaydigan narsani bermaydi deb aytganlar. Ya'ni nima xayol qilib turib Xudo beradi shu narsani desangiz, o'xshab ketaveradi. Uchinchisi, qancha energiyangiz ko'p bo'lsa, shunga yarasha ko'proq pul topib turasiz. Energiya qanaqa bo'ladi? Zaldan bo'ladi, pul topishingizdan bo'ladi. Qancha hayotda energiyangiz ko'proq bo'ladigan bo'lsa, shuncha daromadingiz ham oshib boraveradi. To'rtinchisi, o'zingizni hech qachon boshqalar bilan solishtirishingiz kerak emas. Chunki bu hayotda unikalniy odam sizsiz, sizning planlaringiz, shuning uchun hech kim siz bilan hech qachon teng bo'lmaydi. Va beshinchi, oxirgisi menga yoqgan tomoni, nimadir sotayotganda sotib yuborsam narxi tushib ketadi, men buga ham loyiqman, men mana ishlatilganni ham ovuraman demaslik. Ya'ni har doim yaxshiga iloji boricha harakat qilish kerak. O'shanga yarasha energiya olasiz, o'shanga yarasha yangi narsalarni ishlatib, standartingiz oshib boraveradi. Mana shu 5 ta narsani bilish uchun men 1,5 ming dollar to'lab psixologga kirdim. Asliga bu narsani tekinga bo'lishdim.